Dachaga boradiganlar diqqatiga. Yoz faslida aholining katta qismi hordiq chiqarish maqsadida dachalarga boradi. Bu davrda ochiq va yopiq hovuzlarda cho'milish eng ommabop dam olish turlaridan biridir. Biroq suv havzalari gigiyenasi talab darajasida saqlanmasa, inson salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Gigiyenik nazorat o'rnatilmagan yoki muntazam ravishda tozalanmagan hovuzlarda quyidagi kasalliklarning yuqish xavfi mavjud. Ko'z kasalliklari, bakteriyalar, zamburug'li teri kasalliklari. Kam holatlarda siydik yo'llari infeksiyalari yoki jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, agar suv ifloslangan va gigiyena buzilgan bo'lsa. Suvdagi mikroorganizmlarni yo'q qilish va infeksiya xavfini kamaytirish uchun dezinfeksiyalash vositalari, ayniqsa xlor keng qo'llaniladi. Dacha yoki ijaraga olingan hovuzli joyga borganda suvning dezinfeksiyalanganligi haqida ma'lumot so'rashingiz kerak. Iloji bo'lsa, sizning oldingizda dezinfeksiya qilishni